Masjidlar shunga majbur qilayotgan inson mana shu bo'ladi. injiq zo'r chiqishadi lekin savoldan ham qoladi. Haqiqatdan Markaziy Osiyo divasi deb aytilyapti, lekin men uchun konservatoriya rektori bo'laman, professorman, xalq artistiman. Men uchun dunyo divasi, dunyo san'atining divasi, haqiqatdan go'zal, beqiyos ovoz sohibasi, diapazoni beqiyos. Men bunaqa san'atkorlar bilan ishlab, biz orkestr bunaqa san'atkorlar bilan ishlab, to'g'ri aytsam maza qilamiz. Bu birinchi notadan oxirgi notagacha bugun yondik, kuydik, pishdik, yig'ladik, kuldik, o'ynadik. Hammasi mana shu insonni ovozi, mana shu insonni qobiliyati. Rahmat, tabriklaymiz. Muborakbod etamiz. Juda go'zal. Rahmat, xalqimiz ham maza qilyapti. Sog' bo'ling. Kam bo'lmaydi. Rahmat. Rahmat. Shunaqa gaplar. Maza qilamiz. Hamma maza qilyapti bu yerda. Biz ham maza qildik.